Tabiat bizga eng katta boylikni, bug'doyni inom etdi. Biz esa unga mehrimizni qo'shib, haqiqiy nonga aylantiramiz. Non har bir xonadonning fayzi, dasturxonning yuzi va hayotning barakasidir. Biz foydali nonlarimizni faqat tabiiy xamirturushda tayyorlaymiz. Aynan sizda oshqozon-ichak faoliyatingizda muammo, qandli diabet va umuman oilangiz bilan sog'lom ovqatlanishga rioya qilsangiz, men sizga detoks sifatida foydali Maveka nonlarini tavsiya qilaman.